uy diagnostikasi haqida aytib o'taman. Uy diagnostikasi ham xuddi odam tirikchiligi taqdiri kabi yovuz, yakson, sarson ruhlarni joyiga makon qilgan odamlarni hayoti yakson bo'lib ketganlar haqida aytib berishim mumkin. Bu o'zi alohida kontent bo'ladi. Xuddi shunday yer shari diagnostikasida menga bilingan narsalar bor edi. Rossiyadagi urushlar haqida oldindan bilganman. Buni aytgan odamlarim ham bor, guvohlarim ham, isbot dalillarim ham bor. Ana kerakli vaqt kerakli joyda bo'lmaganligim sababli bu narsalarga to'sqinlik qila olmadim. Kerakli vaqt kerakli joyda bo'lmasligim uchun ko'pgina harakat qilib menga ko'p uydirma va tuhmatlar, uydirmalar qo'llanildi. Shu sabab bu narsadan uzoqlashib qoldim. Alloh marhamatlarini darig' tutmasa, kelajakda kerakli vaqt, kerakli joy odamlarning orasiga bo'lsam-da, meni ham Alloh asrasin, aybsizlarni ham asrasin. Kelajakda balkim yomonliklarning muvozanatini yaxshilikka o'nglab tiklab beraman. 2020-yil koronavirusning kirib kelishi haqida oldindan aytganman. Bu narsani oldini olish uchun harakat qildim. Menga ko'p to'siqliklar va dushmanchiliklar bo'ldi. Bu narsani oldini olishim mumkinligiga ham isbot dalillarim bor. Intervyu bergan, shifo bergan bemorlarimning ham guvohligi bor. Bu haqida ham kontent qilib qo'yib beramiz. Ana har bir aytilayotgan narsani hech birida umuman yolg'on ishlatilgan emas. Ammo menga nisbatan menga qarshi tuhmat va yolg'onlar, uydirmalar uyum bo'lib kelgan edi hozirgacha.